Assalamu alaykum. Ekran aldidagi aziz ko'rurmanlar, UNTV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlar bilan yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. Sizlar uchun xizmat qilishni o'zimizning baxtimiz va xushalligimiz deb bilamiz. Men sizlarning sirdosh do'stingizlar Xadicha Uyg'ur. Hammangizlarga Allohning go'zal salimi bo'lg'ay. Biz o'zimizning ona tilim va jon tilim degan programmamizni yo'l qo'ydik. Bu ana til avlodlar orqali avlodlarga yetkaziladi. Shunga dunyoning har qaysi yerdagi farzandlarimizning ana til o'rganish jarayonidagi faoliyatlarini ekranlashtirishni o'yladik. Shu munosabat bilan Amerika Virjiniya shtatida yashayotgan Mutallib apandi va Mehrugul xonimning 4 umoq farzandining til o'rganish jarayonidagi qizg'inligi va ishtiyoqi mujassamlashgan faoliyatlarini ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'ldik. Aldı bilan Mutallib apandi va oilasiga cho'nqur rahmat. Shuning bilan birga dunyoning hamma yeridagi ota-onalarning bu programmani ko'rgandan keyin bolalarining ashundaq ishtiyoq bilan ona tilini o'rganayotgan jarayonlarini videoga ilib bizga avatib berishni umid qilamiz. Bu sizning balangiz uchun ham ilhom bo'ladi, balangiz uchun ko'ngillik bir aslima xotira bo'ladi. Undaq bo'lsa, dunyoning hamma yeridagi ota-onalar va tirishchan farzandlarimiz bu programmani birlikda ko'raylik. Qani, marhamat. Dostlar, yaxshimisilar? Bu mening singlim Nazila. Nazila bu yil 11 yoshga kirdi. Singlim garchi Uyg'urcha maktabga bormagan bo'lsa-mu, Uyg'urcha savodini oilada ota-onam va mening yordamimda o'zligidan chiqardi. Undaq bo'lsa, Nazilani o'zi yaxshi ko'radigan bir maqola o'qib berishga taklif qilsak, qanday deysizlar? Yaxshimisilar do'stlar, mening ismim Nazila. Men sizlarga men yaxshi ko'rgan o'yingiz qancha pokiz bo'lsa, baxtimiz shuncha ko'p bo'ldi degan maqolani o'qib beray. O'yingiz qancha pokiz bo'lsa, baxtimiz shuncha ko'p bo'ldi. Siz turadigan xuddi sizning aksingizga o'xshash turmushingizni ko'rsatib turadi. O'yinning pokizligi bir odamning turmushga tutqun pozitsiyasini ifodalab berdi. Konlar aytgandek, pokiz joyda isil odamlar turdi, isil odamlar turgan joy pokiz bo'ldi. Pokiz tutilgan uy odamning jilib qilib qolmasdan baxtini ilib keldi. Pokiz tutilgan uy odamning tinch qiladi. Danoq filosof Marks mundaq degan: Adam muhitni ijod qildi, o'xshashlar muhitni odamni ijod qildi. Yaxshimisilar do'stlar, mening ismim Nazaka Mutallib. Men bu yil 13 yoshga kirdim. Men hozir Amerikada yashayapman. Men bugun sizlar bilan Uyg'ur ona tilini saqlab qolishdagi tajribamni o'rtoqlashmoqchiman. Uyg'ur ona tilini saqlab qolishda so'zlashdan emas, ko'p o'qish, ko'p yozish bek muhim. Biz oilada Uyg'urcha gap qilishimiz. Fikrlarim bilan she'r va maqolalarni yodlaymiz. Shanba-yakshanbalari oila bo'yicha Uyg'ur filmlarini ko'ramiz. Fikrimda biz tepishmoq o'ynamdik. Men birinchi bo'lay. Tish sirlog'i ishchimiqlag'i. Nima? Ana, sen birinchi bak. O'zbek kizbi. O'zbek kizbi degan jam. Yumna. Sen bunda baqa? Qanday tash shuda bo'lmaydi. Men Qo'qtash. Endi biz qanday o'ynasak bo'lar? Sen tipish o'ynaysanchi? Ma'qul. Sen boshla. Hajim. Endi. Hajimina. Mutallib. Marjan. Nazila. Nuskat. Bilal. Zayn. Pasha. Hat. Zulfat. Habiba. Mutallib. Çünkü. Hajimdira. Reyhangil. Harinsa. Melih. Megin. Sait Hacı. Said.
Səhət ana. Biz həmdən qarma-qarış söz tipşilənədik. Hə, bakalım. Simiz. Oğlum. Bir de sen birinde. Hır. Harap. Yumuşak. Katı. Benzemede bakar. Tam kuzak. Kızar. Ba. Ba. Biraz ba. Yok. İgiz. Paka. Emze Siemens. Siemens. Kim böyle? Orada. Çok. Nerede? Nerede? Küçük. Küçük. Ha. Pakis. Pakis. Meynet. Bir daha sen bende. Kız var. Oğul baba. Uzun. Paka. Kalda. Kalda. Güçlük. Güçlük emez. Evet, akıllı. Akıllı. Düt. Düt. Samancılarda falan. Böyle Samandadan aşını çılap, soğucu yumuşturup, onun keypeklerleştirip, koyuluyor. Hayır.